Assalomu alaykum, chorvador og'alarim, sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz, ishingiz hammasi joyib. Bugungi video rolikimizda sizlarga xudo xolasa xonadonda bakilib turgan inishi qap-qara o'kishchani sotib olib qo'yib berishga harakat qilamiz. Video rolikimizga like'larni bosib, bu video rolikimizni chorvachilik qilib birgan, qilamanda birgan donish bir şey bo'lsa, shularni jo'natib qo'ysangiz xudo xolasa shunday video roliklarni ko'proq sizlarning e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz. Adresimiz Hazaras servisda görüşeceğiniz mümkün yer içerisinde nefsentiye vermende tuttular. Aytırış boğazı 26 milyon so'mda tuttular. Üstünde gerçekten joyi var ekan. Yemara görüşeceğiniz mümkün ayakları uzun. Yeyişler hem yaxşı. O işini yalmamı YouTube tutuydu bu. Ana şu joyi like'larına basaverasizlar qala. Bu üççemiz obşite gibrit ekan, galestine angustadalar. Yemara görüşeceğiniz mümkün. Aytırış boğazı yukarıda aytib o'tganimizdek 26 milyon so'm üstünde gerçekten joyi var. Gelip bemara görüp xudoxolasa üstünde sodalashib olsangiz bo'ladi. Chiroyli va boladan ekan, lekin endi yemlaridan joynagandan bor xudoxolasa kunjara berib bakadan olsangiz tonnalik o'kishcha bo'ladi bu. Nasib to'g'ri emasmi? Chorvador og'alarim, kommentariya qoldirganlarni o'zlaringiz. Kanalımıza engel olsa abone olun. Shunday videolarni xudoxolasa bundan buyondan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Ekranda telefonda muloqotga chiqib xudoxolasa üstünde sodalashib olaverasizlar. Video rolikimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Video rolikimiz shundan ko'rib, like bosganlar uchun menga katta rahmat. Keyingi videolarda keyingi xabarda görüşguncha hammani ishondan, hammani chorvasini barakat tilaymiz. Salomat bo'lasizlar.